Assalomu alaykum qadrdonlar. Navbatdagi obzorimizda Malibu 2 2.4 vidini beradigan, lekin asli 2.4 emas. Malibu 2 turbinasi, ya'ni 2 turbosi. Bilasizlar, odatda bunaqa abrisovkalar 2.4 da bo'ladi, vaholanki bu 2 turbina. Mana so'z isboti bilan. Malibu 2 turbina. Iminnoy mashinani o'ziga xos qilib, injektor 8 ga super bloklari bilan injektorlarimiz sifatli injektor va pastda Nordic XP mashinani o'tib qarab reduktor qo'yib berganmiz. Mashinamiz xudo xolasa 100 kilometrga atiga 9% benzin rasxod qiladi. Yangi proshifkamizda. Mana sizlarga faktik ko'rsatib qo'yaman. Mana 100 kilometrga 9% benzin rasxod qilyapti degani. Hech qanday ошибкасы yo'q, darvenalari joyida. Mashinamiz xudo xolasa 2017-yil bo'lishiga qaramasdan yaxshi saqlangan, yaxshi turgan ekan. Uzoqroq turib qolgan ekan, zavodga berilgan ekan o'zi. Orqasidan ham mana Malibu 2000 olganlar biladi. 2.4 da vidini beradi. Hech pulga oldi deb o'ylaysizlar. Bir taxmin qilib ko'ringlar, juda arzon pulga olibdi. Eng qizig'i, akaga tan berdim. General pulga olib qo'ygan akalar. Aniq narxini kommentariyada yozib ketinglar. Mashinamizga 65 litrli balon qo'yib berganmiz biz. Gazpro general bilan zavodskiy qilib, Alloh xolasa armaturalari ham chista original. Belarusiyani 65 litrlik baloni, 65 litrliga mana bu yerga yozib qo'ygan 80% gacha maksimalli benzin gaz damlaysiz va kranlikda armaturasini originalini qo'yganingizda o'zi avtomatik bekitib qoladi. Mashinamiz xudo xolasa gazga tayyor. Faqat yurib sinab ham keldik. Videoning ichiga kirsanglar, ya'ni profilimizga kirsanglar, test qilganlarimiz ham bor. Boshqa mashinalarda Xudo xolasa xizmatlar bo'yicha kelaverasizlar akalar, muammosiz garantiyali qilib qo'yib beramiz. Qo'yilgan zapchastlarimizga 1 yil kafolatimiz hamda 1 yil servis xizmatimiz mavjud. Xudo xolasa muammosiz garantiyamiz ham xudo xolasa O'zbekiston hududida amal qiladi. Avval eng qizig'i shunaqa videoni ko'rmagan ekanman. Xizmatlar bo'yicha nomer qoldirib qo'yamiz, kelaverasizlar akalar, xizmatlarimiz biz. Salomat bo'linglar.